Shu videoda qo'yilgan videoda ishlarimiz etap-etap qo'yilib borilgan. Ya'ni endi hammasini ham qo'ymadik. Boshlarini qo'yganimiz yo'q, o'rtadan shu olinganlarni qo'ydik. Bu ishimiz Qirg'izistonda, O'sh shahrida. Ya'ni biz bu Sariqtoshda profilga o'rnatamiz. Gullar hammasi kompyuterda chiqadi, chipuda. Bu yoqda egasi besfasga qilib qo'yib beringlar. Menga shunisi yoqdiganligi uchun shunaqa besfasga qilib qo'ydik. Biz buni 4x2 profilga qo'yamiz, germetikka shurupga tortamiz. Va gullarni boshqa narsalarni. Hamma narsalarni. Ya'ni boshqa odamlar krючокка o'rnatishadi. Biz profilga o'rnatamiz germetikka. Germetik Xitoydan kelgan XN7000 degan germetikni ishlatamiz. Buni yaxshi taraflari bor, bu seysmologichlik proshni ham bo'ladi. Bunga germetik o'rnatilibdi. Yer qimirlaganda ham yorilib ketmasligini oldini oladi. Krючокка o'rnatilgandan ko'ra, ya'ni armaturga o'rnatilgandan ko'ra ancha pishiq bo'ladi. Bu toshimiz birinchi sloy, ikkinchi sloy emas. Ya'ni hozir zdaniyada bo'lgan ishlatilgan tosh, travertin toshi. Birinchi sloy, ikkinchi sort. Buni ikkinchi sloy bo'lsa, birinchi sort bo'ladi. Ya'ni uni teshiklari yo'qroq bo'ladi. Rangi ham oqish bo'ladi. Ya'ni chiroyli bo'ladi. Kimgadir u yoqadi, kimgadir bu yoqadi. Buni kvadrati ozroq. Ya'ni buni kvadrati adashmasam bir 600 so'm, 700 so'm atrofida turadi qirg'iz puliga. Nariginiki 1600, 1700 har xil qadam olishingizga qarab. Qanaqa kачестводагini olishingizga qarab shunaqa narx. Lekin mana gullari, tumbalari, balashinalari hammasi ikkinchi sloydan birinchi sortdan qo'yilgan. Faqat mana slyab, mana основной fasadda egallab turgan tosh bu birinchi sloy va ikkinchi sortli toshdan qo'yilgan. Pastiga O'zbekistonda kerama granit qo'yildi. Tevasiga bo'lsa qora granitdan وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الوراء العجاب ولولا أن لي معنا جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب. Yo'tdan eski ishlarimdan shu bir YouTube'dan olishga harakat qildim, bitta videolarni qo'ydim. YouTube kanaliga bu yangi ochildi bu yil. Ya'ni ishimizni ko'ringlar, yoqqan bo'lsa shu olgan videolarimiz, mehnatlarimiz like bilan, podpiska bilan necha yordam berib yuborsanglar, biz ham xursand bo'lgan bo'lardik. Ya'ni buni o'z narigi kanalimizni yuritganimizda 1000 taga yetib qoluvdi podpiskaga. Uni ham uzoq bo'lmagan ochganimizga, bunga bo'lsa 3 oy bo'ldi ochganimizga. Ashunga agar ishimiz yoqqan bo'lsa, shu kanalimizda ham tugadi mana. Hissiylarni qo'shib qo'ysanglar, shu oxirgi videomiz. Biz ham xursand bo'lgan bo'lardik. Lisensiyalar ham tugadi, tumbalar. Obyektlarimiz ham tugadi mana. Shu
Shu oxirgi videoyimiz inshaalloh. Lisensiyalar ham tugadi. Tumbalar.